xudo xolasa yana yangilik musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlarini chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg, Leningradskiy oblastdan akalar opalar. 47-region. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Jigarlar, mana shu videoni o'tkazib olmaysizlar, bittadan like bosib, kommentariyani bosib yozasizlar akalar. Bugun xudo xolasa yana yangilik musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlarini chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg, Leningradskiy oblastdan akalar opalar. 47-region patent bo'lishi shart. Kimdir agar vatandan yangi kelgan bo'lsa, O'zbekiston, Tojikistondan dokumentga pul yordam beriladi. Haftada 5 kun ish, 10 soatdan soatiga 300 rubl beriladi akalar opalar. Pastdagi nomerlarni qoldiraman. To'liq ma'lumot uchun telefon qilasizlar, menejerlar sizlarga javobini aytadi. Va video davomida yana videoni qo'yib o'taman o'sha zavodning ichkarisidan. Bemalol ko'rib, borib ishlashlaringiz mumkin. Ish ham erkak, ham ayollarga bo'ladi akalar opalar. Kimdir vatandan yangi kelgan bo'lsa, kimgadir patentga puli yo'q, registratsiyasiga yo'q, pul tomonidan yordam beradi dokumentatsiyaga. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bundan bu yoqqa yangiliklarni chiqarib boramiz. Sizlardan podдержка, bizlardan esa xudo xolasa faqat yangilikni kutib qolasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Preslarda ishlandilar aka. Profillarni bir-biriga qo'yadi, tablika tashab, presga chiqarib beradi.